Assalomu alaykum BMW Trailer obunachilari. Mana bugun kun bilan fevral 2-sila kuni bilan benzin o'zimizni sotdi. 3 mosli padushkali, bitta orqadan oldidan linteka, 5 ta setli 41 tonnaga yuk oladi. Hozir mana Jizzaxga Alisher akam keldilar, ilib ketyaptilar mashinani. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bizlar bilan bog'laninglar. Sizlarning ham ishinglarni tez orada bitiramiz. Xohlagan pritsepinglarni tadzakaz yoki tayyorlari bor nalichada. Mana hozir Alisher akamga topshirib yuboramiz. O'zlaridan suhbatlarni olamiz okadan. Okay? Mana mashinangiz dokumentlari chiqqan, bexijolat olib ketishingiz mumkin. 10 kun ichida nomer taqib olsangiz bo'ladi pritsepga, okay? Nima deysiz endi mashinamiz to'g'risida bir ma'lumot bering. Qayerdan topdingiz bizani? Kim sizni bizga yo'naltirdi? İnternet orqali topganmiz. Internet orqali. Hop, okay. Mana keldik, oldik. Bir kunda hal bo'ldi. Bir kun emas, даже 5 soatda, 4 soatda hal bo'ldi ishimiz. Xolos, ishingiz tezroq bitta oson. Mana oldik, olib ketyapmiz Jizzaxga. Bo'ldi, okay. Yaxshi, hammasi zo'r. Sizlar ham sog' bo'linglar. Salomat bo'ling, okay. Yaxshilik ishlating, okay. Xizmatlar bo'lsa bexijolat aloqaga chiqib olasiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bizlar bilan bog'laninglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.